Bugungi darsimiz vitishga ko'chirish darsi bo'ladi. Bu uchun bize oldindan tayyorlab qo'ygan asosimizni vitishkalarini chizib olamiz. Vitishkalarni chizib oldik. Endi bularni yopib chiqamiz. Bir-birsini üstüne qo'yib vitishkasini chuqur yapmasanızlar o'zimiz xohlagan görünüşünü ala olmaymiz. Vitishkalarni to'liq yopib oldik. Grudnoy vitishkani ham, pastki vitishkani ham yopib oldik. Keyin bize o'zimizga kerak bo'lgan chiziqni chizib olamiz. Vitishkani nereye ko'chirsak bo'lsa, shu yerdan ishlashimiz kerak bo'ladi. Biz ishni etib, davom etib kelyapmiz. Keyin shu yerda ikki vitishkani o'rtasida plus belgisi bo'ladi. Shu plusni qasyandan kelsak ham kesib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizning vitishkamiz kelyapti, to'g'ri. Shundan 2 sm pastga kesib o'tdik. Endi buni ikkiye beklagan holatda ikkisidan bir xil chiqishi uchun qirqib olamiz. Demek, görüp turganlarinizdan bizani birdagi vitishkamiz ham, birdagi vitishkamiz ham yuqori tarafa ko'chib o'tdi. Endi buni choy haqqi qoldirib chizib chiqamiz. Bir santimetr choy haqqi qoldirib qolgan yerini kesib tashlaymiz. Qizlar görüp turganimizdan bu vitishga ko'chirish cheksiz fantaziya asosida ishlashlaringiz mumkin. Bu yerda men hozir 6 turini chizib qo'ydim daskaga. Bularni sizlarga vazifa bo'ladi. Har birini ishlab uyga vazifa sifatida bizlarga topshirishlaringiz kerak bo'ladi. Men hozir birinchisini sizlarga ishlab ko'rsatdim. 2026-yilda hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborishni xohlaysizmi? Men o'zimni professional dizayner online kursimni ishlab chiqdim va buni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Kursimiz 3 ta moduldan tashkil topgan bo'lib, birinchi modulda siz hamma narsalarni asos bazasini chiqarishni o'rganib olasiz. Bu bilan birgalikda siz oddiy ko'ylaklarni tikuvchisiga aylanasiz. Ikkinchi modulimizda esa oqshom liboslari, har xil turdagi korsetlar o'rganiladi va albatta eng soddasidan eng murakkabigacha o'rgatiladi. Ikkinchi modulni tugatib, siz endi oddiy tikuvchi emas, professional dizaynerga aylanasiz. Uchinchi modulimizda esa astarli kiyimlar bilan ishlashni o'rganasiz. Klassik kostyum, palto va bir qancha astarli liboslarni o'rganib olasiz. Onlayn darslarimiz Telegramda yopiq kanalda bo'lib o'tadi va sizga kuratorlar berkitiladi. O'zim ham tez-tez Zoom uchrashuvlar o'tkazib turaman. Bugungacha mingdan ortiq o'quvchilarga ustozlik qilganman va ularni natijaga olib chiqqanman. Bularning ichida 300 tadan ortig'i o'zini atelyesiga ega, 100 tadan ortig'ini esa o'zini akademiyasi mavjud. 100 ta 150 ta o'quvchi esa katta sahnalarga, podiumlarga chiqishgan. Onlayn o'quvchilarimizni ham, offlayn o'quvchilarimizni natijasiga olib chiqamiz. Onlayn darsliklarimizni ham, offlayn darsliklarimizni ham programmasi bir xil. Onlayn kursimizdagi o'quvchilarimizni ham xuddi shunday natijaga olib chiqamiz. Endi esa eng asosiy joyiga yetib keldik. Ushbu videoni olayotganda hali kursimga start bermaganman. Sizda esa onlayn kursimni katta chegirmalar va katta bonuslar bilan qo'lga kiritish imkoniyati bor. Buning uchun pastda qoldirgan havolamdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldiring va menejerlarim siz bilan bog'lanib, kurs va bonuslar haqida to'liq ma'lumot berib o'tishadi.
İnəyin bizə Xudo xalasa bitiruv keçəmizdən savuşdurup sertifikatlarımızı əla bahalar bilan aldıq. İndi Xudo xalasa şu ustazımızın bəlgən bilimlərinə kattadan katta rahmet. Şu hər tərəfləmə bizlərə təlim, tərbiyə bərgən ustazımız Lala Xəbkəyə minən min razıman, rahmetlə aytaman. Tez Xudo xalasa yangi patok açılyatır. Gəliş niyyətində yürgən qızlarını həmməsinə təklif etəmən. Şu Lala Akademiyasında oxuşluquna əfsuslanmıdılar. Həmmə savallarınıza cavab tapasla. İşqılıb rahmet həmməyə.